Rasul akram alayhissalom ana abul banot dedilar. Men qizlarning otasiman dedilar. 3 ta qizni tarbiya qilgan otaga jannat bashoratini berdilar. Sahobiylardan birlari turib 2 ta qizi bo'lsa-chi deganda 2 ta qizi borga ham jannat bo'lsin dedilar. Demak, qizni tarbiya qilish jannat yo'li ekanligini Rasululloh e'lon qildilar. Qiz otaga shafqat ko'rsatadi. Qiz otani mehr bilan qarshi oladi. Qiz otani kaftida duosi bilan eslaydi. Mehribonlar orasida qizingizdan sizga shafqatlisi bormi? Demak, shu qiz otaga jannat eshigini ochadi. Rasul akram alayhissalom ana abul banot dedilar.